Video ko'rib o'tiruvdim. Internetni kovlab, cho'qilab o'tiruvdim. Bir video chiqib qoldi. Qozoq ayol ekanmi, qirg'iz ayol ekanmi, har holda bilmayman. O'zbekistonning erkaklari temir tovoqda, alyumin kosada makaron yeydi, qaynatilgan makaron yeydi debdi. Achib ketgan choylarni, ko'karib ketgan choylarni ichadi. Chet ellarga borib ishlab bo'qiydi deb shunaqa yomon gaplarni gapiribdi. Opa, sal u tomoningizga bu tomoningizga qarab gapirsangiz yaxshi bo'larmidi? Prezidentimizga til tekkizmang. Prezidentimiz nima qilayotgan bo'lsa ham xalqi uchun, O'zbekistonni o'zini boy qilish, ish o'rinlarini yaratish uchun ishlarni olib boryaptilar. Siyosatga aralashmang. Ikkinchidan, O'zbekistonimizda erkaklarga, mujik erkaklarga tilingizni tekkizmang. Erkaklarimiz oilasini boqish uchun, bola chaqasini boqish uchun musofir yurtlarda ishlashib, ham patent to'laydi, ham o'zini boqadi, ham undan orttirib bola chaqasini o'qitib, kelajagini qilib berish maqsadida chet ellarga ishlab yurishibdi. Siz ham o'zingizdan borib bir oygina ishlab biror nimani do'ndirib keling. Birovni qo'liga qaramasdan, qidirmasdan, o'zingizdan biror nimani do'ndirib, uy-joy qilib, bir bolalaringizni bir yaxshi joylarga o'qitib, bir nimalarni do'ndirgan bo'lsangiz ham gapirsangiz yarashardi. Bizani O'zbekistonni erkaklariga, mujiklariga qolaversa prezidentimizga til tekkizmang. Qirg'izmi, tojikmi, o'zbekmi, qozoqmi, hammasi bir odam, bir inson. Millatparastlik qilmang. Eshitdingizmi? Gapingizni o'ylab gapiring. Zato bir xil erkaklarga o'xshab mashinsvalik qilib, nashasini qilib qolgan joyi yo'q yoki birovning haqqini yeb, ko'zini o'yadigan darajada yurgani yo'q. Shunaqa erkaklarimiz bor, kerak bo'lsa ota-onasini ham, oilasini ham, farzandini ham boqib, обеспечить qilib, kreditlarini to'lab, uy-joyini qilib, undan orttirib yana to'y qiladi ham. Sizni qo'lingizdan nima keladi? Bir ko'rsating qani hunarlaringizni, biz ham bir ko'rib qo'yaylik. Qanaqa hunarlaringiz bor ekan? Qidirishdan boshqa nima ish qila olasiz? Qo'lingizdan nima ish keladi? Bizani O'zbekistonning erkaklariga, mujiklarga tilingizni tekkizmang. Qisib o'tiring. Keyin yig'lab yana kechiringlar, mana O'zbekistonning erkaklari, prezidentimiz kechiringlar deb yana video обращение qilib chiqmang. Bu gapim tez yetib borsin, like, repost bosib tarqatib yuboringlar.